Testda to'g'ri javobni topish uchun qonunchilikni to'liq bilish shart emas. Mantiqni ishga solgan holatda to'g'ri javob topish mumkin. Birinchi testga ahamiyat qarataylik. Birinchi testda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 29-moddasiga ko'ra qaysilarga ma'muriy qamoqqa olish chorasi qo'llanilmaydi degan savol berilmoqda. Va bu yerda mantiqni ishlashga harakat qilib to'g'ri javobni topamiz. Birinchisi, 3-guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga. Xo'p, 3-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar mehnat qobiliyatini yo'qotadimi? Demak, buni agar bilmasak, so'roq ostiga qo'yamiz. Endi ikkinchisi, bu yerda qamoqqa olish chorasi haqida gap ketyapti. Ikkinchisi, 18 yoshga to'lmagan shaxslarga. Xo'p, demak, 18 yoshga to'lmagan bo'lsa, maktab o'quvchisi. Xo'p, maktabga borish kerak, maktab majburiy. Demak, uni qamoqqa olish o'ylantiradi bizni. Shuning uchun bu haqiqatga yaqin kelyapti. Bunga plyus qo'yamiz. Uchinchisi, 3 yoshgacha bolasi bo'lgan ayollarga. Xo'p, demak, 3 yoshgacha bolasi bo'lsa, u emizikli bo'lishi mumkin. Onasisiz turolmaydi. Agar onasiga qamoqqa olish chorasini qo'yadigan bo'lsak, bu ham to'g'ri kelmaydi. Shu sababli bunga ham plyus belgisini qo'yamiz. Keyin esa 4-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar deyilyapti. Bu ham yuqoridagidek mehnat qobiliyatini yo'qotganmi degan savolni tug'diradi bizda va bizda 2 va 3 varianti mantiqqa juda ham to'g'ri kelyapti. Ya'ni ularni qamoqqa olish mantiqan noto'g'ri bo'lar edi. Va shunda biz ham to'g'ri javobimiz o'z-o'zidan kelib chiqdi. A javob to'g'ri bo'ladi, ya'ni 18 yoshga to'lmagan shaxslarga va 3 yoshgacha bolasi bo'lgan ayollarga. Shunga o'xshagan test tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta sahifamga obuna bo'lib qo'ying.